Assalomu alaykum, Berning xalqim, Berning texnika obunachilari. 19-mart hammangizni hayitlaringiz bilan keltirgan o'zimiz bilan Marksdamiz. Ulug'bek do'stimizning uyiga keldik. Assalomu alaykum. Hozir malxonalari bor ekan, shu malxonalarni buzib, zo'r chiqarib tashladi sirtqa, atvolga. Ishdan ko'nglingiz to'ldimi? Rahmat, Nimzo. Zakoniyman. Mana tarix deyotirsiz, bu yerdan o'tirdik. Yo'q, zo'r. Hech narsaga ziyansiz bo'ldi-ku. Zakon. Berning texnika zo'r, malolid, rahmat, kelishib bilan ishlab berdi. Rahmat. Tavsiya etaverasizlar. Tanishlarga. Katta rahmat. Hammangizni shunday yaxshi kunlaringizda, umratlaringizda xizmat etmak nasib etsin. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Bizlar Marksdamiz do'stlar. Malxona buzyapmiz, malxona. Kimga kasak kerak bo'lsa aytaverasizlar mana yuzimga, dehqonchilikqa zo'r etib, toza etib yuklab beramiz. Shunda xizmatlar kerak bo'lsa aytaverasizlar mana. Bu malxonasini qaytadan qurajak ekan bu og'amiz. Mana kasaklari bor mana. Yuzimning ostına çotga ketadi. Hammaning kunlari xayrli o'tgay, bayramlaringiz bilan keladigan. Yana bir marta.